Assalomu alaykum akalar. Xitoydan 2026 yangi Murabay Gorni Murabaylarni olib keldik akalar. Balonlarni qaranglar, buni ustma-ustma yuklab qo'yganmiz. Akalarimiz Layliga olib ketishyapti. Akalar 5-6 xil skuterlar olib kelib qo'ydik. Sizlar uchun 2 ta 5-6 xildan olib kelib qo'yganmiz. 4 akkumulyator, 5 akkumulyator deysizlarmi? Hammasidan olib kelib qo'yganmiz akalar. Modeli turidan olib kelib qo'yganmiz. Ko'rishlaring mumkin. Har xil skuterdan olib kelib qo'yganmiz. Bemalol kelib, tanlab olib ketaverasizlar. Xudo xohlasa, bugundan zborkani boshlaydi ustalarimiz. Bugundan zborkani boshlab, ertadan sotuvga olib chiqadi ustalarimiz. Pastki nomerlarga telefon qilib, WhatsAppdan yozsalaring, suratlarni tashab beramiz akalar. Skuterlar, Murabaylar yangi partiya keldi Xitoydan. 2026 bo'ladi. 1 kishilik, 2 kishilik, 3 kishilik skuterlar olib kelib qo'yganmiz. Ves 200 kg ko'taradi, 300 kg ko'taradi akalar. Bemalol kelaverasizlar endi bag'iga. Yangi partiya mana sizlar uchun olib kelib qo'ydik akalar. Sizga keladigan bo'lsa, narxi akalar 18 mingdan boshlab 35 minggacha bo'ladi akalar. Murabayimizni sotdik akalarimizga 120 mingdan qilib berdik. Ikkita olganlar uchun 120 mingdan qilib berdik. Akalarimiz o'zlari olib ketishyapti. Layliga hozir porter yuklab chiqaryapmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Pastki nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz akalar O'sh Alipower restorani oldida. Yo'paramizda mana Zamzamdom qurilyapti. Okean kafesi ham bor yonida. Agar ja tushunmasalaring WhatsAppdan yozsalaring, mesta palajini tashab beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.